Ozgina sizlar uchun video tayyorladim. Hozirgi kundagi ayol qizlarga noshukur va sabrsiz ayollar uchun albatta bu videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman va o'tkazib olmay birinchi like bosib videoni jo'natib qo'ying. Shu erini hurmat qilmay, eridan nolib, noshukurchilik qilib yurgan qizlarga, ayollarga juda ham mana shu video asqotadi. Mayli, sog' bo'linglar, kanalni kuzatib boringlar. Biz bilan birga bo'ling. Yangiliklarni qo'shib davom etaman. Shunaqa ayollar ham bor ekan hayotda. Men birinchi marta ko'rishim. Eri agar ichib dam olib, bilyardxonada kayf qilib uxlab qolsa, aravaga kelib yotqizib olib ketadigan. Agar biz o'zbek ayollar bo'lganda, kirib kelib baqir-chaqir bilan javrab, o'rtoqlariga tashab, "Sen ich qizgansan, sen erimni yo'ldan urding" deb, hali bilyardni boshlig'ini chaqirib egasiga nimaga mani erimga bagi kirgizasan, qaytib kirgizsa ham men seni u qilaman, bu qilaman deb murojaat qilib ketadigan ayollar ham kam emas. Lekin ko'p haligi erini hurmat qilmaydigan, erini haligi boriga shukur qilmaydigan ayollarga bu o'rnak bo'lsin deb men bu videoni joyladim. Sabrini qarang bu ayollar. Indamasdan hamma narsani o'zi amalga oshirib, aravanigacha olib kelib yuklab, sekin olib chiqib ketyapti. Shunaqangi o'zimizda ham shunaqa ayollar ko'payaversin. Shunaqa ayollarga videoni tarqatib qo'yib, like bosib qo'yamiz. Aktivga ko'tarib oraylik, podдержка qilinglar, bratlar. Qilgan joyda mana oxirdan u erini shishasini olib turib, ichimligini qoldirmasdan solib qo'yib, olib ketib turgan joyda maza qildim. Bu haligi qitih turadigan akaxonlar xotini jaqrayib turganlar bo'lsa, shu joyini ko'rsatib qo'yiladi. Borib bo'shiga urmasdan sekin aravani yoniga joyladi. Xotin qani desa, "Xo'jayin" deydi. Ana shunda oila bo'ladi. Bir kishi past kiysa, bir kishi baland kiymay o'sha urvinni ushlansa oila bo'ladi. Sog' bo'linglar. Oilani asranglar.